Aka, keldingmi? Qaniki? Nimaga? Yaxshi keldingmi? Xonadoning tinchmi? Rahmat o'rtoq, yaxshiman. Allohga shukr. Hali hisob kitoblarni qilib oldingmi? Qilib bo'ldim o'rtoq. Hamma hisob kitoblarimni qilib bo'ldim. Bu yilga ajratgan zakotimni ham pulini chiqarib qo'ydim. Endi xudo xolasa buni egalariga tarqatsam. Menga qara jigar, bu yil zakotni bermasang hech narsa qilmaydi. Menga shu pulingni ber. Menga biznes reja bor. Xudo xolasa pulingni 1 yilda 2-3 barobar chiqarib beraman. O'zi bu biznesga ko'zing yetadimi? Aqling yetadimi? Mayli. Bu yil zakotimni bermasam bermanman. Senga tikkanim bo'lsin. Jigar, xudo xolasa bu pulingni 1 yilda 2-3 barobar qila olasan. Gapimga javob beraman. Qalaysan, yaxshimisan? Tuzukmisan? Seni ham ko'radigan kun bor ekan-ku. Telefon qilmasam kelmaysan-mi? Rahmat o'rtoq. Yaxshi. Ro'zalardan charchamayapsanmi? Har yili bilasan, zakot beradigan odamlarimiz juda ko'p. Ramazonni ham 15-si kelib qopti. Xudo xolasa zakotingni ajratdingmi? Yo'q emas o'rtoq. Tayyor qilib qo'ydim. Kecha Mirzo og'aynimiz keldi. Bitta biznes reja etdi. Shu biznes rejasiga tikuvdim. 1 yilda 2 barobar qaytarib beramiz dedi. Nima deysan sen shunga? Oldin men bilan maslahat qilmabsan-da. Yaxshi ish qilmabsan. Zakotni pulini biznes qilib bo'lmaydi hech qachon. Zakot vaqtida farz. Lekin xato ish qilibsan bola. Buni nimasi yomon o'rtoq? 1 yilda 2-3 barobar foyda kelib turganda, bu yil bermasam, keyingi yil berarmi? Sen o'zingni aldayapsanmi? Yo Xudoni aldayapsanmi? Sen nima? Allohga xiyla qilmoqchimisan? Bilib qo'ygin. Shu mol dunyoing zakoting orqali turibdi. Bilib qo'ygin. Zakot vaqtida farz. Shuni bilib qo'y. Ey Robbim, meni xatoyimni o'zing kechirgin.